Hozir soat 7:30. Biz Jizzaxda emasmiz, lekin Sirdaryoda. Balkim shaqadir qatammiz. Biz bozordan kerakli narsalar oldik va yo'lda davom etdik. Bozor unchalik chiroyli emas, lekin bo'ladi. Yo'l davomida qo'shiq aytib, bir-birimizga qarab uxlab ketdik. Chiroyli narsalar juda ham ko'p edi va biz ishimiz faqat maza qilishdi. Biz yetib keldik. Suvga borib kelganimizdan keyin chotirimizga borib ovqat qilishga sal-pal yordamlashdik. Qaranglar, qanaqa chiroyli zo'r narsa topdim. Ozgincha qoldi. I believe I can achieve it. And this flower is really beautiful, isn't it? Shu joyga chiqib atishmagan ekanman. Universitetdoshimni topib oldim. U qiz men esa u qizni beminnat fotosessiya qilib qo'ydik va undan keyin hayotimiz haqida, yangiliklar haqida oz-muncha gaplashdik. Yetdim, lekin u yerda rasm tushmaslikka qaror qildim. Bu yoq ham normalniy chiroyli, bu yerda ham rasm tutsa bo'laveradi. Lekin chiroyli. Bu yerda juda ham chiroyli katamaranlar. Fatima, chiqmaymizmi oxiriga? Bu tepada odamlar bor, lekin biz qaytib tushib ketyapmiz, yuring ketdik. Fatima. Bu yerda odam bashi ko'p, judayam. Bu yana bir qismida. Biz o'tirgan tomon mana bu tomon. Bu tomonda umuman odam ko'p. Yana bu tomonlar ham bor qo'shimcha. Va bizda obed tugadi. Bizda Arsenika voucherlarni tarqatdi. Bu voucher 50 ming so'mlik va keyingi triplarda ishlatiladi. Kemada aylan bo'lib, soat 18:00 da uyga yo'l oldik va bizda manzara shunaqa edi. Xullas, bizda trip tugadi. To'rdan kam tugagan. Shunday chiroyli manzaraga qarab uyga yo'l oldik. Shunaqa qilib aytib bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Juda ham ko'p unutilmas xotiralar va chiroyli manzaralarni ko'rishga muvaffaq bo'ldik.